Assalomu alaykum barchaga. Yana sizlar bilan men Bahodir Karim, vrach kardiolog. Bugun sizlarga Ramazon oyida qandli diabet 2-tipi bilan hamda metabolik sindrom bilan kasallangan bemorlar qanday qilib to'g'ri Ramazonni o'tkazish haqida tushuntirib bermoqchiman. Buning uchun dastavval organizmimiz qanday qilib energiya oladi va qaysi mahsulotlardan energiya olish haqida tushuntirib o'tmoqchiman. Birinchi navbatda energiya manbai hisoblanadigan narsa bu glyukoza hisoblanadi. Glyukoza bu tez energiya beradi va tez sarflanib ketadigan energiya manbai hisoblanadi. Ikkinchisi yog'. Yog' sekin parchalanadi, sekin energiya beradi va uzoq muddat energiya beradi. Bundan tashqari oqsillar bor. Oqsillar bu tanamizning, ya'ni hujayralarimizning qurilish materiali hisoblanadi. Bular ham ammo energiya berishni boshlaydi. Ana endi diqqatingizni Ramazonning birinchi haftasiga qaratib o'tmoqchiman. Ayniqsa qandli diabeti bor hamda metabolik sindromlar, semirish 1-chi, 2-chi, 3-chi darajadagi insonlar qanday qilib Ramazonning birinchi haftasini o'tkazish haqida tushuntirib bermoqchiman. Diqqat bilan e'tibor beradigan bo'lsangiz, Ramazonning 1-chi, 2-chi kunida asabiylashish, holsizlanish, uyquchanlik, shirinlikka tortadigan holatlar yuzaga keladi. Buning asl sababi nimada desangiz, buning asl sababi organizmimizda, ya'ni jigarda to'planib qolgan glikogen degan modda, ya'ni glyukozaning zaxirasi sarflanishni boshlaydi. 1-2 kuni ayniqsa ular sarflanib, zapas tugashni boshlaydi. Ana shu paytda bizda ko'pincha shirinlikka juda tortadi va insulinni miqdori o'ynashni boshlaydi. Qonda insulin miqdori o'ynaydi. Kortizol gormonlari ko'tariladi. Bu asabiyni chiqarishiga sabab bo'ladigan narsa. Bu davr normal holat hisoblanadi organizm uchun. Kasal bo'lib qolaman deb o'ylash, qo'rqishga hech ham asos yo'q. Agar qo'rqadigan bo'lsangiz, vrachingiz nazoratida Ramazonni boshlashingiz mumkin bo'ladi. Bu davrda aynan glyukoza parchalanib, ana endi 3-chi, 4-chi kunga o'tganingizdan keyin asta-sekin glyukoza zapas tugadi. Organizm tushundi, nima glyukoza abadiy emas, ya'ni doimiy emas. Glyukoza tez sarflanib ketadigan narsa, tez energiya berib, tez sarflanib ketar ekan. Demak, u bizga kerak emas ekan. Biz endi yog'ni yoqamiz deb organizm yog' hujayralariga e'tiborini qarata boshlaydi. Ana endi 3-chi, 4-chi kunda aynan bizda metabolik jarayonlar yuzaga kelishni boshlaydigan asosiy nuqta hisoblanadi. Mana bu paytda bizda yuqorida sanagan haligi insulin tushishni boshlaydi asta-sekin, kortizol me'yorlashni boshlaydi. Qonimizda glyukagon degan narsa bor, u ham asta-sekin tusha boshlaydi va qonda qandning miqdori barqarorlashish bosqichiga o'ta boshlaydigan davr hisoblanadi. Mana bu davr. Buning oqibatida biz tanamizda nisbatan yengillikni, nisbatan tetiklanishni, uyquni biroz kamayganligini hamda shirinlikka ehtiyojimiz pasayib, uzoqroq vaqt ochlik hissi bilan yura olishga ko'nikmalar paydo boshlagan bo'ladi. Bu davrda ayniqsa e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladigan narsa tez hazm bo'ladigan uglevodlarni iste'mol qilib qo'ymasligimiz zarur. Ya'ni shirinliklarni, sun'iy shirinliklarni iste'mol qilib qo'ymasligingiz zarur bo'ladi. Va bundan tashqari zararli deb sanagan, oldingi videolarimizda sanagan odatlarni cheklashingiz kerak bo'ladi. Va haftani oxirgi kunlariga kelib, 5-7 kunga kelib, bizda metabolik jarayonlar kuchaygan, ayni avjiga olgan payt hisoblanadi. Mana bu davrda bizda asta-sekin insulin barqarorlashadi va hujayralarning insulinga sezuvchanligi asta-sekin uyg'ona boshlaydi. Tana vazni ketadi. Bu holatda nafas olishlar asta-sekin ochilish boshlaydi, hasrashlar pasayadi, ochlik hissini his qilmay qo'yasiz asta-sekin va bundan tashqari uyquchanligingiz mutlaqo yo'qolib, energiyaga to'lish davriga o'ta boshlagan paytingiz bo'ladi. Bu davrda ham aynan haligi xatoliklarni qilmasligingizni so'rab qo'ygan bo'lamiz. Bundan tashqari aytmoqchi bo'lgan narsam, ana endi organizmimiz to'liq yog' hujayralarini yoqa boshlagan payt hisoblanadi. Shuning uchun bizda asta-sekin quvvat paydo bo'lgan bo'ladi. Ramazon oyining 2-chi haftasiga o'tgan paytimizda bizda ana endi organizm to'liq yog' hujayralarini yo'qotdi. Bizga yog'dan energiya berishni boshladi. Ana endi asta-sekin hujayralar asta-sekin o'zini tozalashni boshlaydi. Ya'ni organizmimiz
tanamizda to'planib qolgan ortiqcha chiqindilarni tashqariga chiqarishni boshlaydi. Bu degani zararli hujayralarni, kasal hujayralarni hammasini parchalab, tozalab tashqariga chiqariladi va gormonlarning barqarorlashish davri hisoblanadi. Mana bu davr. Bu davrda ham yuqoridagi sanalgan narsalar hamda ko'p ovqat yeb qo'yish, saharlikni iftorlikni me'yordan ortig'ini qilish yana sizni eski holatingizga olib borib qo'yishi mumkin va Ramazonning foydasini kamaytirib yuborishi mumkin. Mana bu narsalarga diqqat qilishingizni e'tibor qaratgan bo'lardik. Bu davrda aynan organizm kasallik bilan emas, organizm tozalov hamda sog'lomlashish bilan band bo'lgan vaqt hisoblanadi. Bu paytda organizmga hamda immuniy tizimimizga zarar bermasligimiz kerak. Xalaqit qilmasligimiz kerak. Ortiqcha ovqatlar bilan, nosog'lom ovqatlar bilan kam suyuqlik ichib xalaqit qilmasligimiz kerak bo'ladi. Va shunda asta-sekin tana vazningiz pasayishni boshlaydi. Qondagi qandning miqdori asta-sekin me'yoriga kela boshlaydi. Bu davrda yana qo'shimcha qiladigan tavsiyamiz yengil harakatlarni, yengil sayrlarni, ayniqsa iftorlikdan keyingi yengil yurishlarni yo'lga qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Va bundan tashqari saharlikda ham ko'proq suv ichib berishingizga yaxshi natijaga olib kelishini aytib o'tishimiz mumkin bo'ladi. 3-haftaga o'tgandan keyin esa organizmda yanada chuqurroq tozalov davri boshlanadi. Bu davrda maksimal darajada gormonlarimiz muvozanatga kelgan holatda turadi. Insulin kamaygan va barqaror holatda turadi. Kortizol tushgan, stress gormonlari tushgan va biroz somatotropin gormoni, o'sish, rivojlanishga yordam beradigan gormon oshgan bo'ladi. Bu holatda ichki organlarimiz, jigar, buyrak, ichaklar barchasi o'zini o'zi tozalov qilayotgan davr hisoblanadi. Mana bu davrda ochlik hissi deyarli sezmaysiz, quvvatingiz o'zingizda qolishni boshlaydi, uyqungiz yaxshi bo'ladi, xotirjamlik, kayfiyatingizda yaxshilanish paydo bo'ladi. Bu davrga kelganda ham yuqoridagi sanab o'tgan xatoliklarni qilmasligingizni so'rab qolgan bo'lardim. Va bundan tashqari ruhiy holatimizga kelganimizda muvozanatli, xotirjamlik, aqlimizda tiniqlashishi holatlari yuzaga kelgan davr hisoblanadi. 4-haftaga o'tgandan keyin tanangiz ancha mana shu rejimga tushganligini his qilasiz. Ochlik ketgan, boshqa zararli odatlarni qabul qilmaganingizdan keyin tanangiz ancha yengillashish, qorningizdagi shishlarning ketishi, bundan tashqari xotirjamlik yanada barqarorlashganligini sezasiz va eng asosiysi tana vazningiz asta-sekin ketayotganligini, nafaslaringiz ochilganligini, qon bosimingiz o'ynamayotganini his qilasiz va sahringiz, ya'ni qondagi qand miqdori me'yorlashganini, yuqori bo'lsa ham me'yorda bir xil ketayotganini his qilishingiz mumkin bo'ladi. Agar bu Ramazonni davom ettiradigan bo'lsangiz, asta-sekin qoningizdagi qand miqdori ham yana tusha boshlaydi. Ramazon sog'liq, xotirjamlik oyi hisoblanadi. Ramazonni to'g'ri o'tkaza olsak, Ramazondan to'g'ri foydalana oladigan bo'lsak, tanamizga faqatgina foyda beradi. Hammangizga Ramazon oyi muborak bo'lishini, xotirjamlik, tinchlik, sog'liq olib kelishini so'rab qolaman. Siz bilan yana Bahodir Karimov bo'ldi. Assalomu alaykum.